Assalomu alaykum, qadrli Asqarov AI YouTube kanali kuzatuvchilari. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qanday qilib Google AI Pro ni 18 oyligini juda arzon narxlarda birinchi qo'ldan sotib olishni ko'rib chiqamiz. YouTube'da agar ko'rgan bo'lsalar, YouTube, Instagramlarda buni arzonroq sotib olish degan maqsad qilib turib, Telegram botlariga olib o'tishyapti, yo bo'lmasam yozsalaring sizlarga aktivatsiya link beramiz deyishyapti. Ko'p odam puliga uxlab qolyapti. Shunaqa uxlab qolishlarni kamaytirish maqsadida shu videoni qildim. Hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Buning uchun biz Google ga postga mana J2A bosib post beramiz. Mana birinchi o'zi kelib chiqadi. Mana sayt kirasizlar. Kirganingdan keyin jinday pastroqqa tushsalaring, o'zi mana AI bo'limi bor. AI bo'limiga kirasizlar. Mana o'zlari mana taklif berishyapti. Mana Google AI Pro 18 oyligini $14.33 ga. Keyin mana $7.32 ga ham bor. Keyin bitta narsaga e'tiborli bo'lasizlar. Mana bu yerda yozib qo'yibdi, masalan, aktivatsiya link orqali olinglar. Key orqali yo bo'lmasam akkaunt beradigan bo'lsa, pullarga uxlab qolishlari mumkin. Mana iloji boricha mana aktivatsion link orqali olsalaring manfaatli bo'ladi. Mana bu yerda har xil narsalar bor. Mana Gemini'da 1 oylikligi ham bor, 18 oyliklari ham bor, 1 yilligi, 6 oyligi, Canva'niki bor mana. Pastroqda CapCut'larniki ham bor, mana CapCut, mana Gemini, ChatGPT Plus. Bu yerdan o'zlaringga ma'qul qanchalik mana Cloud AI deki ham bor. Mana o'zlaringga ma'qulni tanlab olaverasizlar mana sayt orqali. Buni qanaqa qilib olamiz deyishlari mumkin. Mana bu yerda aytayapti, Canva AI Pro ni $742 mana bu yerda. 1 yillik. Mana bu yerda o'zlaringga ma'qulni olib olishlari mumkin. Masalan, qanday olamiz desalaring, bitta ko'rsatib qo'yaman mana. Ustiga bosasizlar. Любой bittasini ko'rsatyapman. Add to cart mana. Yes. Mana shunday oyna ochiladi. Bu yerda menga email manzillarini kiritasizlar. Keyin continue to payment. Mana aytayapti, Google AI Pro 12 oyligi, qashti 1 yilligi deyapti. Qaysi birini olasan deyapti. Biz mana 12 oyligini bossak mana add to cart. Yes. Haligini 2 marta bosib o'rganimiz uchun shu 2 tanani qilyapti. Mana shu oyna ochiladi. Aytayapti mana kimda qanaqa karta bo'lsa mana Skrill, PayPal, mana Visa karta, debit kartalar mana har xil. Mana bu yerda ochishlar mumkin. O'zlaringda 16 talik karta nomerlaring, srogi, CVV nomeri hamda o'zlaringning kartalaringda ism qaysi nomerga ulangan bo'lsa, masalan, o'zi kod keladi, kod orqali o'zi aktivatsiya link beradi. Linkda bosib turib, bu yerga olib turib bosib turib, kopiya qilib tashlalang, o'zi avtomatik o'zi aktivatsiya bo'ladi. Mana men kecha sotib olganman. Mana Google AI Pro ni mana menga 85 ming atrofida tushdi 18 oyligi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozinglar. Men olgan 18 oylik olganimda men videoni opsiyasiga yozib qoldiraman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, obuna bo'lishni unutmanglar.